Samarqandda piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan 8 nafar fuqaroni Lacetti avtomashinasi urib yubordi. Holat joriy yilning 11-aprel kuni soat 20:00 da Samarqand shahri Nurli maskan mahallasi hududidan o'tuvchi Rudaki ko'chasida yuz bergan. Aniqlik kiritilishicha, 1997-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Lacetti avtomashinasida piyodalar yo'lagidan o'tayotgan fuqarolarni urib yuboradi. Natijada esa bir nafar fuqaro olgan tan jarohatlari tufayli vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida tan jarohati olgan piyodalar shifoxonaga yetkazilib, tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, haydovchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.